Pərənglərinin dini dərsindən özümüzün cəhaletiga nəzər. Əziz Eysa Əlgün. Bugün səhərdə balaları məktəbə ketgəndən keyin mən bir iş bilan ularning yataq uyiga kirib qaldım və çoğun qızımның şirəsi üstüdəki kitab və qağaz dövlərinin üstüdə turğan öyrəniş konspektə diqqətimni tortdi. Bu Angliya Ma'rifi to'liq o'rta maktab 3-yillik o'quvchilarning diniy darsidan bir o'qishliq edi. Temisi yaratquchi ilohning mavjudligi va uning ifodalanishi. Angliya Ma'rifida boshlang'ich 3-yillikdan boshlab muqim holda diniy ma'rif darsligi bir fan sifatida rasmiy o'tiladi. O'quvchilar insoniyatning hamma dillarini o'rganadi. Aslida xiralashgan tarix. Qishliq ta'tilda qora qish kunlarida uchamda kiydigan tuzukrak chapam yo'q. Maylishib, qarda paqirab ketgan oq tomoqni peshonamgacha cho'kirib kiyib, belimga opam bergan bir parcha zag'ri nonni o'rab, yollari chirib, yerilib ketgan va paytimamning uchi ko'rinib turgan cho'rg'im bilan qor bosgan itislarni g'achchur-g'uchchur yo'l mingib, orqamda yilondek agir-bugur izlarni qoldirib, haftiyak o'rganish uchun ilib va lomlarni hajilab, to'g'ri o'qiyolmasam, talati muzlimi so'g'uq, sallisi beshdan ikkasi yug'an mollamning savob tayig'ini yeyish uchun ketib borgan ashu yillarning g'uvo bir ko'rinishi xiyolimdan o'tdi. Bu mudhish vaqt 1976 fevral kunlarining oxiri edi. Men Shohyorning chat yoqasidagi Tarim daryosi bo'yidagi xilvat mahalla Talliq Bulon kentidagi Razoq imomning uyiga tafsir, haftiyak o'rganish uchun ketayotgan edim. 2 yil ta'til mezgilida haftiyak, pansir va Qur'ondan bir qancha suralarni o'rganganim esimda. Keyin men boshlang'ichni bitirib, o'rta maktabga o'qish uchun mahalladan ayrilib, 12 yosh vaqtimda to'y bo'ldi bozoridagi yatoqliq maktabda o'qishga boshladim. Bu maktab uyimizdan 10 necha kilometr yiroqda edi. Faqat haftada bir kun uyimizga qaytishga ruxsat qiladi. Maktab Xitoy ma'rifini asos qilgan, dinsizlikni tashabbus qiladigan, insoniyatga va ilmga qarshi tarbiya beradigan maktab edi. Afsus, ming afsus. Xitoy mustamlikasining ma'rifi bu millatni tafakkurdan, to'g'ri ong va to'g'ri ma'rifdan mahrum qildi. Mana bu mushu o'zimizda mavjud bo'layotgan kishilik sapoyimizga oid sabablarning bir asosli omili qatoridan o'rin olgan bu xil bexudlashtirish, nodonlashtirish muhitida o'sgan bu millatning bir qism avlodlari 20-asrga yarasha eng avval bir odam bo'lolmadi va yoki musulmon bo'lolmadi va yoki har ikkisi bo'lolmadi. Yıllardan buyon qalbimizda qanchalik islomiy diniy e'tiqodi borligidan so'z ichish yoki o'zimizni qanchalik odam bo'lolganligimiz, qalbimizda bir-birimizga qanchalik qiyrindoshlik, mehri muhabbatning borligini o'lchab, taroziga silib beqish, kishilik odamiylik va safa masalalarimiz ustida samimiyat bilan izlanish, o'ylanishlar emas. Ya'ni munqariz bo'lgan millatni va uning vatanini qanday qutuldirishning tadbir imkonlari, ijrolari ustida bosh qotirish, nazariyadan, milliy kimlik va mafkura tuturuqsizligidan amaliy xizmatlarimiz bilan amaliyotga o'tishlar emas. Afsus, oyig'i uzilmas tashqi ko'rinish, ya'ni kiyim-kechak mastonligi, islomning qalbimizdagi o'rnini emas, tashqi ko'rinishini tanlab, saqal va niqobdan tortib, payg'ambarimiz 1400 yil burun qisqa tambal kiygan, saqal qo'ygan, bizmi shundaq kiyinishimiz, shundaq qilishimiz vojib edilar deyishib, Allohning muqaddas kalomi bo'lgan Qur'onning ko'rsatmalarini unutishga boshladik. Uyg'urlar uchun texmi muhim bo'lgani bugungi dunyoning realligi, dunyoning siyosiy klimatini engimizda tutishimiz bek zarur edi. Bugungi dunyo 20 yildan buyon islom oshqo'lig'idagi terrorizm yoki islom davlatini markaz qilgan va shuningga o'xshash islom dinini suiiste'mol qilib, islom diniga ishonmaydigan begunoh kishilarga terrorlik harakatlari qatorliq jinoyatlarni o'tkazayotgan maxluqlarga qarshi urush qilayotganini, jumladan qora niqobning islom oshqo'lligi va musulmonlarning nomusi yuzidagi dog' bo'lgan islom davlatiga bog'lanib, tushunib kelayotgan salbiy ta'sirini har vaqt aqlimizdan soqit qilmaslikqa e'tiborsiz qarab keldik. Navbatda biz Uyg'urlar Xitoy istibdod hokimiyatining butun Uyg'ur millatini yo'qotish, bizning muborak vatanimizni o'zining mangulik zaminiga aylantirish maqsadini amalga oshirish uchun Uyg'urlarni dunyoga diniy asabilar, islom terroristlari,
din virusin zaharlanganlar deb turli bo'xton va jinoyatlarni ortib, tashviq qilishlarini, qarlashlarini va millionlagan xalqimizni mushuni bahona qilib, jazo lagerlariga solab, asta-asta o'ltirilayotganligini hech bir vaqt esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Ular biz shu zaminning haqliq egisi bo'lganligimiz uchun bizni ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lyapti. Ko'rib turibdimiz, bizning maharib sohasidagi ziyonlarimizmi xalifalik qurmiz dedi degan bo'xtonlar chaplayotdi. Ular men bu millatni yo'qotmoqchi. Ular bu zaminning haqliq egisi bo'lgan har bir Uyg'ur mening dushmanim. Men uni yo'qitman demaydi albatta. O'zlaringni yo'lliq qilish uchun bizning ziyonlarimiz bo'lsin, o'limalarimiz bo'lsin, tijoratchilarimiz bo'lsin va yoki ko'cha lukchaklarimiz bo'lsin, hammasiga diniy asabilar degan otni qo'yib, o'zining razil maqsadini amalga oshirish uchun foydalanadi. Demak, biz dunyoga va Xitoyning qarlashlariga qarata o'zimizning bir normal aqli bor bir millat, Uyg'ur millati islom oshqunlari va terroristlari emas deb o'zimizni aqlamdik. G'arb dunyosi bilan bir sapda turib, Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan insonlikqa qarshi jinoyatlarni fosh qilish, Uyg'urning odamdek yashash haqqini, ishg'ol qilingan vatanining egilik huquqini, mustaqilligini qo'lga keltirish uchun hammamiz bir niyat va maqsadda harakat qilamdik. Yoki dunyo, Xitoy sening etqining to'g'ri, sening bizga ortgan jinoyatlaring to'g'ri, biz shundoq oshqun terroristlardimiz deb Uyg'ur xonim qizlarimizning usti beshini qora bilan o'rab, dunyo axborotiga chiqarib, Xitoyning Uyg'ur millatining barliq mavjudligini yo'qotsa, irqiy qirg'inchilik ilib beribsa, Xitoyning tashviqotiga moslashib berib, bu tragediyaga sukut turamdiq. Millatimiz o'layotgan bu ichinishli kunlarda, bu ulug' va savobli Ramazon kunlarida har bir Uyg'ur bu masalaning naq o'zi ustida so'g'aqqonlik bilan o'ylanib beqishi kerak. Afsus, agar biz Uyg'urlar bu bir mustaqil vatanning sohibi bo'lib, hur yashayolgan bo'lsak, 17-asrda so'pi ishonlarimiz o'z manfaatlari uchun Uyg'urning davlatini Jo'ng'or, Xitoy va Manjurlarni boshlab kelib, yotlarning qilichi bilan vayron qilmagan bo'lsa, dunyodagi hamma dillarga o'xshash insoniyatning yaxshiligiga, bu hayotda yaxshi amallarni qilib yashashga da'vat qiladigan barliq dillarni, jumladan bizning pok va to'g'ri islom dinini suiiste'mol qilmagan bo'lsa, xalqimizga o'zlariga jaholat va nodonlikning vabo mikroblarini chechib, ruhiy tirik qul bo'lgan bandalarga aylantirib qo'ymagan bo'lsa, koshki. Bizning farzandlarimizmi dinni bir fan sifatida ilmiy va atrofli o'rgangan bo'lar edi. Holimiz bugünkidek abgorlikqa mahkum bo'lmas edi. Har bir insonning Allohga va diniga bo'lgan sevgisi ularning qalbida. U ularning harakati, gap so'zi va turqida ifodalandi. Qachonki Uyg'urlar islom dini e'tiqodini bu dunyoning hamma narsaga aralashtirib olmay, tafakkur qilishni, o'zining bugungi hayvondan o'tar xorlayotgan musulmon qavmini, vayron qilinayotgan vatanini ibodatining eng oldiga qo'ya olganda, adolatni himoya qiladigan dunyo bilan bir safda turib, tortib olingan huquqini, vatanni suyish iymonning jumlasidan degan ata so'zini qalbiga mahkam pukalganda va bu maqsadlar uchun hayotiy badaliga fidokorlik qila olganda, ondan bir hur odam bo'lish, hur bir millatning a'zosi bo'lish va Allohning hur bir musulmon bandisi bo'lishdek huquq va salohiyatlarga erishalaydi. Janobiy yaratquch egimiz bizni Uyg'ur qilib yaratdi. Uyg'ur deb irqiy va milliy kimlik muhrini biz dunyoga obrida bo'lgan kundan boshlab bizning peshonimizga bosdi. Bu Allohning bizga bergan katta in'omidir. Kimda-kim Alloh bergan bu in'omga riyokorlik qiladi ekan, Alloh o'z qavmiga, millatiga osiylik qilgan kishini kechirmaydiganiga o'xshash, o'z millatining kimligidan tangan yoki yatlashganlarni o'xshashlik kechirmaydi. Jaholatga qul bo'lgan, qul bo'lishmi yetmay kul bo'layotgan Uyg'urim o'yg'on. Uyg'ur mavjud bo'lmay, Uyg'ur hur bo'lmay, Alloh yaratgan bu Uyg'ur degan millat o'zining hech narsaga ega bo'la olmaydi. 2021-yil 26 aprel Londonda qalam kelindi.